Assalomu alaykum anime muxlislari. Bugun biz so'nggi yillarning eng antiqa, g'aroyib va mutlaqo aqldan ozgan animelardan biri Dorohedero haqida gaplashamiz. Qon, qora yumor, aql bovar qilmas sehr va juda ko'p gyoza bosh qahramon dunyoni qutqaradi degan shablonlardan charchagan bo'lsangiz, unda siz to'g'ri joydasiz. Qani boshladik. Reklamalardan xoli va original formatda film, anime, drama seriallarni faqatgina Banana TV platformasi orqali tomosha qilishingiz mumkin. Banana TV barchasi uchun eng yaxshi tanlov. Kelinglar avvalo bu dunyo bilan tanishib olaylik. Voqealar ikki parallel olamda yuz beradi. Teshik, oddiy odamlar yashaydigan, zaharli yomg'ir yog'adigan xaroba shahar. Sehrgarlar dunyosi, boy va qudratli sehrgarlar makoni. Sehrgarlar o'z dunyosida teshikka sehr orqali kelib, oddiy odamlarda o'z sehrlarini sinab ko'rishadi. Bosh qahramonimiz Kayman ana shunday tajriba qurboni. Kimdir uni boshini kalta kesakka aylantirib qo'ygan va o'tmish xotiralarini o'chirib tashlagan. O'zining eng yaqin do'sti Nikaido bilan birga bu ishni qilgan sehrgarni qidirmoqda. Qanday qilib deysizmi? Sehrgarlarning boshini tishlab, og'zining ichidagi sirli odamga "Voy, ichkaridagi odam nima dedi?" deb so'rash orqali albatta. Bu mantiqiymi? Dorohedero dunyosida ha, albatta mantiqiy. Dorohederoning eng katta yutug'i bu uning qahramonlari. Bu yerda oq yoki qop-qora degan tushunchaning o'zi yo'q. Bir tomonda biz Kayman va Nikaidoni qo'llab-quvvatlaymiz, chunki ular o'zlarini himoya qilishmoqchi. Ammo ikkinchi tomonda antagonist bo'lgan En oilasi turibdi. Shin va Noi shafqatsiz qotillar, lekin shu bilan birga ular orasidagi do'stlik shunchalik samimiyki, ularni yomon ko'rishning imkoni yo'q. Ebisu, uning komik holati va doimiy boshga tushadigan sarguzashtlari sehrgarlarning qora yumorining asosiy qismiga aylanadi. En mafiya bossdek ko'rinsa-da, aslini olganda u ham o'z oilasi haqida qayg'uradi va qo'ziqorinlarni juda ham yaxshi ko'radigan odam. Oxir-oqibat ikki tomonga ham muxlislik qilishni boshlaysiz. Ular bir-biri bilan to'qnash kelganda kimni g'alaba qozonishini xohlashingizni bilmay qolasiz. Vizual tomonga kelsak, Mappa studiyasi juda ham qiziqarli qaror qabul qilgan. Ular SG va 2D animatsiyalarni aralashtirishgan. Boshida SG biroz g'alati tuyulishi mumkin, lekin anime san'atining o'ta kirlangan grunge uslubidagi fon bilan juda ajoyib tarzda uyg'unlashadi. Hayoshidaning mangadagi o'ziga xos uslubi ekranda juda zo'r saqlanib qolgan. Agar siz hali ham bu animeni ko'rmagan bo'lsangiz, barchangizga tavsiya qilaman. Ayniqsa qora yumorni sevadiganlar uchun bu haqiqiy xazina. Animeni to'liq qismlarini Play Market Web Store'dagi Banana TV ilovasi orqali ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga maroqli hordiq tilagan holda keyingi sonlarda uchrashguncha xayr.